Va nihoyat obunachilar. Storimiz bu qaytdi 2 yil deganda qaytdi. Va qishlog'im ham pashaga chiqib ketdi. 2 yil bu yerga kelmadim. Va endi bu yerdan ketmoqchiman obunachilar. Boshqa qishloqqa ketaman, yangi qishloqda boraman, yangi do'stlarim bo'ladi. Qishloqda bitta bola bo'ladi. Hurmatli hamma o'zimga hamma narsani olaman obunachilar. Xayr mer, xayr qishlog'im, xayr shuncha qurgan uyim. Bular kerak emas, o'zimdan kerak narsalar qoldi. Bular kerak bo'lmaydi obunachilar. Matigalarim, matiga fakellarim obunachilar. Hamma go'shtlarim, verstak bitta olsam yetadi. 19 ta olmasam hammasi bo'ladi. Bu yerda eng muhim narsalar bor obunachilar. Yangi qishloqqa boraman, shuncha narsam bor obunachilar. Bo'ldi, tugadi endi ular mana. Qilichim, kiyavam. Hammasini bittada buzib olaman obunachilar. Ana. Shuncha narsam. Narsalarni ikki sandiqqa qo'yib qo'yaman obunachilar. Kerak emas narsalarni bo'lishi mumkin bitta. Valyonka kerak emas. Mana bu kerak emas, bloklar kerak emas. Ruh kerak albatta obunachilar, ruh bloklar kerak emas. Ishtamam kerak emas, bog'dan kelib tursam. Bog'dan endi chiqib ketaman obunachilar. Qishlog'imda devani boraman. Chiqib ketaman bu yerdan. Qishloqdan ko'chaman obunachilar. Devani olaman, ya'ni kemara olaman. Bu qishloq sog'insam kerak obunachilar, bilmayman sog'inamanmi yo'qmi. Qishloq endi qolgan narsa kerak emas menga. Kishini olaman, kerak bo'la qo'yaman. Obunachilar endi bu qishloqdan ketdim, endi merga ham xayr deb qo'yaman. Balki mer ham ketayotgandir. Ketdim obunachilar, va nihoyat kanalga keldim. Bu yerdan pashaga chiqqan. Men qayta qoldim endi obunachilar. Mana men uyda o'tiribdi ekan. Salom ber. Va alaykum assalom. Men bu qishloqdan ketmoqchi edim. Xayr, unda storim, men ham ketyapman. Qishloqning chiqindisi chiqib ketdi. 2 yil video olmadim, 2 yil bu qishloqda bo'lmadim. Yangi kanalim bilan videolar olib o'tirgandim. Yangi kanaling ismi nima? Storim uz. Men ham obuna bo'lganman. Albatta sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar storimizga obuna bo'lishimiz. Xayr, unda storm. Xayr. To'xtang, siz ketyapsiz, ketasizmi? Ketaman. Hozir aytib chiqatarasiz. Rahmat. Bo'pti. Xayr, unda. Bo'pti, yaxshi qoling, yangi qishloqqa ketyapman. Bo'pti. Senga 999-qishloqni maslahat beraman. Yaxshi joy. Ketdim obunachilar endi. Obunachilar mana. Va nihoyat qishloqqa keldik. Hamma narsalarim sotdim. Pulni qaranglar ko'pligini. Bu mening do'stim, bu storimiz kanalidagi o'zim do'stim. Salom. Salom hammalarga obunachilar. Mana men do'stim bilan shu qishloqqa keldik. Endi bu qishloqda yangimiz yur o'rtoq. Ketdik. Davay o'rtoq yur. Qayerda ko'prik yo'q ekan. Mana yoqda ko'prik bor ekan, yur. Ketdim. Ajoyib qishloq yo'qshida. Kim bilan qaranglar. Biz ketayotgan vaqtimizda bu storim uzilganda men ko'rib qoldim. Ularni ko'rib qoldi. Ular shunday bo'lib bir-birimiz bilan tanishib oldik va kelyapmiz mana qishloqqa. Assalomu alaykum. Merda yo'qotganligini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman. Yo'q, ana mermi? Ana aytib turadi, chapman bunni. Rahmat. Ketdingiz to'g'rimi? Ketdi, baqin. Mana. Maytga merda yozib qo'yishibdi. Kes to'g'ri.
Assalomu alaykum meraka. Assalomu alaykum meraka. Va alaykum assalom. Sizlar shunaqa yangi keldilaringmi? Ha, yangi keldim. Xullas bizga uy bormi? Ha, ikkita uy bor. Aytda temirchining uyi bor. Yaxshi. To'g'risidagi uy ham bo'lmas. O'sha uyga ham kirtalaring bo'lmaydi. Ikkita uy bor. Ha, rahmat. Biz odammiz. Ha, bolam o'ynayapti yekimli. Bolam aytgancha o'ynayapti. Ha, bo'pti, ketdik. Ko'rim. Qani? Nari chekkasida. Sho'rlar chekkasida. Ha, mana. Mamangi temirchining uyidan bo'lsa? Ha, dala. O ana kampir uyi. Baba bilan sizlar qo'lni mamashkatdan unda ovqat bormi ekan? Hoppa. U qani ko'raylik. U ana. Ani yumam zo'r. O pechka. Bitta. Bu shunday narsa bo'lmani. Qo'yib narsalar. Hop, obunachilar. Uyga kirasizmi? O'rta uyga kiraychi. Qani? Ishi qani? Bu narsalar yaxshi. Bu zo'r. Ikkichilar. Men yetmayman unga ovqat sotib olaman, non sotib olaman hozir. Men ketdim, bu bola sotib olishim kerak. Assalomu alaykum magazinchi tog'am. Va alaykum assalom. Sizga nima kerak? Assalomu alaykum. O'zi sizdan nimalar bor? Ha, endi ovqatlar bor yoki qurollar, ashraqalar bor, materiallar bor. Bo'pti, menda pulim ko'p edi. Narsalarning hammasini sotib kelyapman. Xo'p. O'zimga bitta tovuq go'shti, bitta bo'la tarvuz, ikkita pishmagan stik, 4 ta non olaman. Xo'p, mayli. Xo'p, mana bundan ikkita, bundan emasdim. Bitta, ikkita, nondan 1 2 3 4 ta. Assalomu alaykum. Sizdan 16 ta zumratib oldim. Hozir. Nima ekan? Nerede sandiqqa qo'yamiz. Hop. Bir sandiqqa qo'yaman. Demoqchi edim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam, sizlarda nimalar bor ekan? Bizda qurollar, ovqatlar, o'xshagan narsalar bor. Bunday bo'lsa men bitta kirka bilan ikkita non olyapman. Xo'p, yaxshi tanlang. Kirkani temirni oldim. Xo'p. Bitta mataga ham qo'shib olay. Olmosli ekan. Ana, oldim. Nech pul bo'lar ekan? Ha, ashraqalarga ikkitadan, zumrad qolgan narsalarga bittadan. Xo'p, demak, ikkitadan 4 ta zumrad va 2 ta olmos bo'lar ekan. Buni chiqindi o'zim ikkita. Rahmat. Hozir menda ko'p turing. Obunachilar endi metta o'tirib qolgan bo'lay. Keyin merdan ana shuncha pullarim bor. Mera menga oylik to'laydi. Mana shuncha pulni qanday ko'tarib yuraman ekan bu narsalar shunisi bor-da. Storm. Ha, Ketdik merda oldiga borib birorta tomorqa olaylik. rostdan merga soliq to'lashim kerak-ku. Aslida. Hop, obunachilar ketdim yo'qdim bitta tomon qo'lim. Menda o'zimda matiga olibman. Menda ikkita o'zimdatga, yo'q. 4 ta o'zimdatga olmos matika olaman. Assalomu alaykum merakam. Va alaykum assalom. Hop, men matika olyapman. Oling. Nechta olmos, nechta zumratida? 4 ta zumrad olmosan. Hop, endi bitta olmos matika yo'qmikin bitta? Tepadan turibdi. Ha, tepadan olaman. Bunga qo'shib turing. Qo'shib turing aka. Sal qo'shib turasizmi? Ha, mana oldim. Hozir. Ana bo'ldi. Hop. Matiga tutdim. Hop. Storm. Ha. Men tomorqa oldim-ki. Mana olaman hozir. Yo'q, senga ham oldim. Mana uyga o'zi ekan.
Mana o tepadagi saniki, mana o pastdagi meniki ekan. Bunisi menikimi? Ha. Hozircha ish bor, xo'p. Unda o'zimga ish bo'lsa, har piskanlarni olaman. Keyingi safarga pishib qolar. Hammasi to'liq bo'lib. Keyin bo'lsa merga beraverar ekanmiz. Merga bersa pul berar ekanmi? Yo, pulga emas, bu soliqga ekan. Pulni kanalingda nechta obunachi yesa, o'shancha izmirudga 2 karra qilib beradi. Zato menga oylik ham beradilar, a? Ha, oylik beriladi. Bular lekin asosan soliq uchun. Ish qilamiz, soliq kerak-ku baribir qishloqda ham, chunki bo'lmasa minusga yuradi hamma. Davlat minusga yuradi, agar soliq to'lanmasa qanday mer? Ham mana. Merdiga mer. Assalomu alaykum, Mattoy. Va alaykum assalom. Xo'p, va do'stim, nima edi? Soliq to'lashgan olgan ekan, fermasini yig'ishtirib kelyapman. Xo'p, beravering. Oylingizni beraman. Oylingiz 600 zumrad. Xo'p, yaxshi. Yasasa bo'ladi-yu. Xo'p. Keyin obunachiga pul beriladi. Bu videoga kelgan like-ga ham. Bitta like 2 zumrad. Xo'p, yaxshi. Bo'ladi, tashlayapman mer. Oling. Xo'p. Bo'pti. Assalomu alaykum akam. Shu siz fermani o'raganni ozgina setkalardan kerak ekan. Shunga daraxt chopsam nima deysiz, mumkinmi? Ha, mumkin. Omon ko'p chopmayman. Xo'p, bo'pti. Tomorqani o'rab olaman bo'ldi. Rahmat. Xo'p, tomorqani o'ramoqchi, men ham chopsammikan, nima deysiz? Xo'p, zumratimga olaman o'zimga. Zumrat o'zimdan yurish kerak ekan. 2 ta zumratga, 4 ta zumratga olaman olmasdan. Men ham setka bilan o'rab chiqaman tomorqani. Shunda yaxshi bo'ladi. Magazin ishda qoldim, olaman. Assalomu alaykum, endi men ketdim. 4 ta zumrat qo'yib olmasdan olmoqchi edim. Ospoltadan olaman. Endi mashinada chopib chiqaman men ham. Keyin storim 8tadan ko'p daraxt chopib ko'rmas ekanmiz. Tomorqaga yetgunchami? Ha. Ko'p daraxt chopish ekologiyaga zarar ekan. Keyin ko'chatini tushgan zahoti yechib qo'ygan, xo'pmi? Xo'p. Obunachilar zerikmayapsizlar degan umidamiz. Setka sunmaskan, magazin ichida o'g'ayam. Kechqurundan tushib qoldi obunachilar, endi yangi video, yangi kanal o'zimning kanalim. Xo'p, men universitetdan rosa ko'rsataman. Ko'pga rosa ko'rsataman. Hayda, ozgina daraxt qoldi. Hayda, maslahat olib endi yana sal daraxt chopib bo'lmaydi, tushkungacha obunachilar. Tezda daraxt chopib kelmasam bo'lmaydi, obunachilar tushib qoladi hozir. Tushsa munsizlar bo'lishi ham mumkin, qishloqda bilmayman, o'zim qishlog'imda qanday bo'lmasmikan. Eski qishlog'im lekin sog'onyapman, eski qishlog'im ham. Sog'onyapman, Temir. Bunga tezroq munsizlar bo'lishi ham mumkin yoki yomon odamlar. Qalaysiz, bitta nima qilyapsiz? Ha, shunchaki keldim. Keyin. Keyin. Uni Sobir aka bitta emasmidi? Yo'q, kim u? Menga yangi keldim. Ha, bo'pti. Endi bitta hammasiga bunaqa bundan. Hammasiga to'xtaysan.
bitti. Bitti bunaqa qo'ygan hammasi. Hammasi olib ketgandim. Hamma narsam daraxtda ekib qo'yishim kerak. Ekib qo'ymaydi degan. Mana hamma narsani qo'ymayman, do'qlayman. Do'qlaymiz. Bunday bo'lsa